Assalomu alaykum birodarlar. Juda ko'pchilik uchun mana oyoq kiyimlar har xillari, assortimentlari cho'tkilar chiqqan. Ko'rasizlar, juda ham chiroyli har xillari. Va har xillari yana chiqadi. O'g'il bolalar uchun, erkaklar uchun so'raganlar uchun, erkaklar uchun ham bor. Bunaqa oq variantdan so'raganlarga oqidan, kulrang variantdan so'raganlarga kulrang variantdan 40 dan 40 gacha rasvetkalari, razmetkalar har xil bo'ladi. Hozir biz sizlarga yangiliklar ko'rsatmoqchi edim. Mana yangiliklar 46 mingdan 40 dan 36 dan 40 gacha razmeri. Har xil rasvetkalar bo'ladi. Gullari ham har xil bo'ladi. Bu yerda hozir bir 5 xilcha rasvetkasi bor. Undan ko'p o'zi asli. Bular ham bor, bastonchi variantlari. Bular ham 36 dan 40 gacha razmeri. Narxi qancha edi? 56 mingdan qilib beramiz sizlarga rasparadaja narxlari bilan. Yana narxlar tushib qolishi mumkin. Ko'proq oladiganlar bo'lsa, ob'yomda bir 100 ta korobka yuboraman deganlarga toshli variantlar so'raganim uchun toshli variantlar ham bor. Buni toshini bunaqa ranglari boshqachalari ham bor. Buni yana ham boshqachalari, mana bunaqa tosh bosilganlari ham bor. Bular narxi qancha chiqyapti? 78 mingdan chiqyapti. Bular ham shunaqa chiqyapti. Bular ham 78 mingdan. Telegram gruppaga o'tirsa, telefon nomerini berib oling orada. 95lik 981 8881. Buni necha pulga tanlab olishiga berib yuboramiz? 20 mingdan tanlab olaverasizlar. Xohlanglar, bundan olinglar, xohlanglar bular. Xohlanglar mana bunaqa toshli variantlar bor. Yaltiraydi qo'yishdi. Xohlasangiz mana bunaqa kichkina detskiy variantlari ham bor. 20 mingdan xullas. Va bularchi? Tanlab olishga. 27 mingdan quyma birinchi sort. Quyma padoj mana ko'rinib turibdi, birinchi sort 27 mingdan. Hammasi O'zbekiston mahsulotlari. Bu Xitoy deyishamidi? Xitoymi? Bastonchkalar so'raganlar uchun bastonchkalar bor. Bastonchkalar pachkada 6 tadan 5 talik ekan bu. O'zi asosan 6 ta bo'lardi. Narxlar qancha? Qancha chiqyapti bular? 17 ming beryapti. 17 mingdan ko'proq olganlarga. Mana bu kichkinalar qancha chiqyapti? 13 mingdan beriladi. Juda ham chiroyli. Ko'rasizlar, assortiment har xil. Mana bunaqa qizchalarga ham bor ekan. Qizchalarga so'raganlar uchun mana bunisi 6 talikmi? Nech pul bu? 18 ming. Bu ham 5 talik. Puchtisi ham bor ekan, xohlaganlar uchun har xil rasvetkalar. Ustidagi nimasi boshqacha ko'ringanda. Xullas, rasvetkalar har xil bo'ladi. Dastavkalar bor, buni lekin nima pachkada bir xil bo'ladi. Ikkita pachka so'rang, ikki xil bo'ladi. Dastavkalar O'zbekiston bo'ylab boshqa davlatlarga ham bor. Mana bunaqa oyoq kiyimlar so'raganlar uchun bulardan ham bor. Bu erkaklar muskoylardi. Qancha chiqyapti bular pachkaga? Dona yo'q-ku. Nech pul? 28 mingdan birodarlar. 20 bu ham 28 chiqyapti. Bu ham 28 mingdan. Aloqaga chiqaverasizlar. Dastavkalar bor hamma joyga. Qozog'iston, Qirg'izistonlarga ham bularchi? 27 mingdan. O'zi ham kiyib olgan oyog'iga. Dastavka qilib berishadi, bemalol. Bular? Bular qancha? 38 ming. 38 ming bularchi? 30 ming. Quyma padoj ekan. Mana bunisi 30 ming. Prest. Prestki qancha? 30 ming bir xil. 30 ming, narxi deyarli bir xil. Bular qancha? 35 ming. 35 mingdan. Qorasi ham narxi bir xil, rasvetka xolos. Dastavkalar bor deymi? Eslatib o'tamiz yana bir bor. Bular bir xilmi? Mana ularimiz 32 mingdan. 32 mingdan. Ranglari ham chiroyli. Bu pastdagilar 10 mingdan. 10 mingdan. Bu yonidagilar? Bular 13 ming, bular 40 ming. Bular 40 ming har xil ekan. O'sha nomerga aloqaga chiqarasiz. Nomeringizni qaytarib oling. 95lik 95lik 981 981 88 81. 88 81 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar.